Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, anlavatkanlar Muhammed İbn Süleyman Maghribi'nin Cem'ül Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 5. tomu. Biz ceza icra kılış bölümünde ketip barımız, tamamlaştırımız. Sarang ve mesavet adam öldürüş, ağır nesleble urup öldürüş, davalaş jarayonida qilgan jinoyatlar, zaharlash, zina qilgan kishining o'ldirilishi, o'g'riqlar orasidagi jinoyatlarning hukmlari va jazo berilmaydigan ishlar. İmam Malik'nin rivayetinde Yahya ibn Said mundaq deydi. Marwan ibn Hakam Muaviye ibn Abu Sufyan radhiyallahu anhuga bir sarangning bir adamı öldürüp etkenligi to'g'riliq maktub yozgan edi. Muaviye radhiyallahu anhu onunğa o sarangdan diyet al, qisas alma. Çünki sarangdan qisas ilinmaydi deb xat yozdi. İmam Malik'e yetişçe Marwan ibn Hakam Medine'den Muaviye ibn Abu Sufyan radhiyallahu anhuga bir mesning bir adamni o'ldirib etganligi to'g'risida maktub yozgandi. Muaviye radhiyallahu anhu onunğa o'ldirilgan kishining qisasi uchun mesni o'ldir deb xat yozdi. İmam Buxoriyning rivoyatida Anas radhiyallahu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Bir Yahudi bir qizning ko'mishni yasalgan zibzinatlarini elilish uchun uni tash bilan urdi. Qiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelinganda tehi jini chiqmagan edi. Payg'ambar alayhissalom qizdan "Seni palonchi o'ldirdimi?" deb ikki qatim so'radi. Qiz ikki qatimda "Yo'q" deb beshini langishdi. Uchinchi qatim so'raganda beshi bilan "Ha" deb ishorat qildi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o Yahudini ikki tash bilan beshini yanjib o'ldirdi. İmam Müslim'nin rivayetinde Anas radhiyallahu anhu'da rivayet kılındı ki bir Yahudi ansarlardan bir kızның zib zinetlerini elleş üçün onu taş bilan urib öldürüp quduqqa tashlab etdi. Keyin o tutulup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin oldiga olib kelindi. Peygamber aleyhisselam onu çalım-kesak qilib o'ldirishga buyruq qildi. Shuning bilan u toki o'lgicha çalım-kesak qilindi. Abu Davud'ның rivayetinde Amr ibn Şuayb dadisi arqılık bo'lsadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivayet qiladi. Kimki teyiplikten xabarisiz turib teyiplik qilsa keselga salgan ziyanni to'laydi. Abu Davud'ның rivayetinde Abdülaziz ibn Ömer ibn Abdülaziz mundaq deydi. Dadamni ziyorat qilib kelgan bir qism elchilar ömeke menga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini aytib bergan edi. Burun teyiplik qilib boqmagan bir kishi boshqalarni davolayman deb teyiplik qilsa va kasalga ziyon zahmat yetkazsa, kelib chiqqan ziyonni to'laydi. İmam Malik'nin rivayetinde Said ibn Musayyib'den mundaq rivayet kılındı. Şam ehlidan İbn Haybari isimlik bir kişi ayolini boshqa biri bilan tutib olib, u kishini yoki ikkilisini o'ldirib o'tgan edi. Muaviya bu masalaga hukm chiqara olmay Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu maktub yo'llab, bu ishni Ali radhiyallohu anhudan so'rab beqishni talab qildi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Hazrati Alidan so'ragan edi. Bu mening iydorchiligimdagi yerda yuz bergan ish emas. Buni kimning qilganligini menga aytib berishing kerak dedi. Abu Musa uningga Muaviya menga maktub yo'llab, bu masalani sendan so'rab ko'rishimni talab qilgan edi dedi. Buni anglagan Ali radhiyallohu anhu Hasanning dadasi bo'lish tutum bilan aytamanki, agar ularni o'ldirgan kishi 4 guvohchi keltirilmasa, uni o'ldirilganlarning egillariga qisas uchun topshirib beraman dedi. Nasaining rivoyatida Sa'laba ibn Zahdam Yarbu'i radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir to'p ansari jamoatiga xitob qilib o'tdi. Ular: "Ey Rasululloh, Sa'laba jamoatidagilar Cahiliyet davrida bir adamni o'ldirib o'tgan edi" dedi. Buni anglagan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ovozini ko'tarib turib, "Diqqat qilinglarki, hech bir inson boshqalar o'tkazgan jinoyatning javobgarligiga tortilmaydi" dedi. Nasaining rivoyatida Abu Ramsadin mundaq rivoyat qilindi. Men dadam bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga borgan edim. Payg'ambar alayhissalom meni ko'rsatib turib dadamdan "Bu kim?" deb so'radi. Dadam "Allohning nomi bilan guvohlik beramanki, bu mening bolam bo'ladi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Esingda bo'lsinki, sen buning o'tkazgan jinoyatidan javobgarlik tortilmaysan. Bu sening o'tkazgan jinoyatingdan javobgarlik tortilmaydi" dedi. Nasaining rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Egisining qo'lidan qochib ketgan
Hayvanotlarning keltirgan ziyon zahmatlari to'lanmaydi. Quduq yoki kan sababidan odam yoki narsa kerak uchun maydonga kelgan ziyon zahmat to'lanmaydi. Yer ostidan qiziqlangan boyliqning 5dan biri zakot sifatida davlat xazinasiga topshiriladi. İmam Müslim'nin rivayetinde Abu Hurayra radhiyallahu anhu'da rivayet qilinadi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Quduqqa tushib ketib yoki kan besilib yaralangan odamga to'lam to'lanmaydi. Igisining qochib ketgan hayvonotlarning keltirgan ziyon zahmatlari to'lanmaydi. Yer ostidan qazilangan boyliqning 5dan biri zakot sifatida davlat xazinasiga topshirilishi kerak. Abu Davud'ninki rivayetida o't ketishdan kelib chiqqan ziyonmi to'latilmaydi deyilgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Jamul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 5-tomi. Biz jazo ijro qilish bo'limida o'qiyotimiz. Kaga yerdan davomlashtiramiz. Adam o'ltirishdan boshqa jinoyatlarning qisosi, afu qilish, qasama va qisos olganda qotilga marhamat qilish. Bu yerdagi qasama gumonliq tarafning qabilasidan 50 kishini biz o'ltirmadik deb qasam qildirish. İmam Buxariyning rivoyatida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam, ya'ni bir odamning qo'lini tishlab oldi. U odam qo'lini tishlab olgan odamning og'zidan tortgan edi, udul tishidan ikkisi tushib ketdi. Shuning bilan ular davolashib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Senmi qarindishingning qo'lini xuddi erkak tugidek tishlamoqchimi? Tishingga diyet to'lanmaydi" dedi. Muslimdagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'li tishlangan odamga: "Mendan nima talab qilmoqchisan? Xohlasang uningga buyruq qilay. Qo'lini og'zingga solsin. Senmi erkak tugidek tishlag'in" dedi va tishi tushib ketgan odamga: "Qani tishlatgin, ondan senmi qo'lingni uning og'zidan tortib ol" dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Ammam Rubayya bir qizning udul tishini to'kib etdi. Biz qizning uydagilardan ammamni kechiritishni o'tindik, lekin ular unimidi. Tishning diyetini to'lamoqchi bo'lsaqmi, ular yana qabul qilmay qisos elish niyatida chingtirib olg'achqa Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga davolashib keldik. Ular qisosdan boshqasini qabul qilmaydiganlikka chingtirishdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qisos elishga buyurdi. Anas ibn Nazir: "Ey Rasululloh, Rubayyaning tishi to'kilamdi, seni aqdindan etkizish uchun payg'ambar qilib avatgan Allohning nomi bilan qasamki, Rubayyaning tishini to'kishga bo'lmaydi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Anas, sen unoq degan bilan Allohning kitobining hukmi qisos elish tursa" dedi. Buni anglagan da'vogar qisos elishdan voz kechib diyet olmoqchi bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Shak shubhasiz Allohning bandalar orasida shunday kishilar borki, ular Allohning nomida qasam qilsa, Alloh ularni qasamda yondirmaydi" dedi. İmam Müslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Rubayyaning hamshirasi Ummu Harisa birini yaralandırib qo'yib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga davolashib bordi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buningga qisos elish kerak dedi. Buni anglagan Rubayyaning onasi: "Ey Rasululloh, qisos elinamdi? Allohning nomi bilan qasamki, uningdan qisos elinmaydi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Subhanalloh, ey Rubayyaning onasi, Allohning kitobida buning hukmi qisos elish deb tursa" dedi. Lekin o ayol: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, uningdan qisos elinmaydi" degan so'z tushuntirib oldi. Oxiri qarshi taraf diyet elishga rozi bo'ldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shak shubhasizki Allohning bandalar orasida shunday kishilar borki, ular Allohning nomini qasam qilsa, Alloh ularning qasamini yondirmaydi dedi. Abu Davudning rivoyatida Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Kambag'al bir oilaning quli boy bir oilaning qulining qulqini kesayotgan edi. Kambag'al oila Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib: "Biz kambag'al insonmiz" dedi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u qulga hech qanday jazo qo'ymadi.
Tabaranining Al-Kabirdagi rivoyatida Abdullah ibn Jubayr Xuzai radhiyallohu anhular mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'lidagi tayoqcha yoki misvak bilan bir kishining qo'rsig'ini turtgan edi. U kishi "Men aziyat berdim, qisos talab qilaman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'lidagi tayoqchani uningga berib, "Meni qisos olib ol" dedi. U kishi berib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'rsig'ini so'yib turib, "Men seni kechirib etdim, balki buning baliga qiyomat kuni menga shafaat qilishing mumkin" dedi. Abu Davudning rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldiga kelgan qisos to'g'riliq har qanday da'voda oldi bilan da'vogar tarafni kechirim qilishga buyurmay qolmaydi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Jahiliyat davrida yuz bergan tunji qasami vaqasi bizning aymaqimiz Bani Hashimda maydonga keldi. Quraysh qabilasining boshqa aymaqidan bo'lgan bir kishi Bani Hashim aymaqidan bir kishini padişalikqa yollab tugisini vaqtirib U tugi beqiyotgan yerdan Bani Hashim qabilasiga bir kishi o'tib ketib "Tağırımның boğucu üzüp ketdi, bir parça arğamçı bergen bolsaң, tügen çolursiz qaçıp ketmeydi-go" dedi. Şunun bilen onunğa bir tal arğamçı berdi. O kişi tağırının ağzını boğdu. Otlaqdan qaytıp qonalığa kelgende tügilerinin egisi bir tüginin bağlanmalıqını görüp, "Bu tüge nima üçün bağlanmadı?" dep so'radi. Padişi "Onun çoluri yo'q" dedi. Xo'jayini "Onun çoluri ne ketdi" dep vaqirab kaltak bilan o'lgirek urdi. Jan talışıp yotgan padişinin yendiň Yamanlik bir adam ötüp qaldı. Padişi Yamanlikka "Sen bu yil hajga baramsan" dep so'radi. O adam "Barmayman, ammo berip qilishim mumkin" dedi. "Agar kunlarning birida hajga berip qalsang, u yerdagilarga mening xatimni yetkizib qo'yamsan" dep so'radi. Yamanlik "Bo'ladi, yetkizib qo'yman" dedi. Shuning bilan padişi uningga "Hajga barganda ey Quraysh aholisi" deb to'g'ilgan. Ular sana javob qaytarsa, "Sen ey Bani Hashim" deb to'g'ilgan. Ularmi javob qaytarsa, ulardan Abu Talibni so'ragan va Abu Talibga "Palonning meni bir tal arg'amchi uchun o'ltirib o'tganligini yetkazib qo'ygan" deb xat yozib berdi va orqadan jon uzdi. Uni yollagan xo'jayin Makkaga kelganda Abu Talib uningdan "Bizning odamimiz qani" deb so'radi. U kishi "U odam og'rib qolgan edi, atrofida paypidak bo'ldim, lekin o'lib ketdi. Shunga dafn qilib o'tib keldim" dedi. Abu Talib "Şübheksizki o sening paypidak bo'lishingga loyiq odam edi" dedi. Aradan bir mezgil o'tgandan keyin podshoh xabar yo'llagan Yamanlik odam majga kelib, "Ey Quraysh aholisi" deb so'radi, vaqiradi. Atrofdagilar "Mana Qurayshliklar bu yerda" dedi. O odam yana "Ey Bani Hashim aholisi" dedi. Atrofdagilar "Mana Bani Hashim bu yerda" dedi. O odam "Abu Talib nerede" deb so'radi. Atrofdagilar "Mana bu odam Abu Talib bo'ladi" dedi. Yamanlik "Palani adam o'zini pustani adamning bir tal arg'amchi uchun o'ltirib o'tganligi haqida bir parcha xatni sana yetkazib qo'yishimni tapilagan edi" dedi. Shuning bilan Abu Talib uning yoniga kelib, "Bizning odamimizni o'ltirib o'tganliging uchun buni 3 ishdan birini tanlagan. Birinchisi 100 tugi diyat to'lash. Ikkinchisi uni sening o'ltirmaganligingga qabilangdan 50 odamga qasam ichkizish. Uchinchisi bularga unmasang o'lim, ya'ni uning qisosi uchun seni o'ltiramiz" dedi. U odam ahvolni qabilasiga aytganda, ular "Biz qasam ichayli" deyishdi. Bu qabiladan birisiga yattiq bo'lib, uningdan bir bal tuqqan Bani Hashim aymaqliq bir ayol Abu Talibning oldiga kelib, "Ey Abu Talib, bu balani qasam qilgan 50 kishining qatoridan qilishingni, lekin uni Ka'baning oldida qasam qilishga zo'rlamasligini so'rayman" dedi. Abu Talib uning talabini qabul qildi. Ondan yana bir odam kelib, "Ey Abu Talib, bu odam qotil, 100 tugi diyat to'lashning o'rniga qavmimizning 50 odamga qasam qildirishni tanladi. 100 tugini 50 odamga chaqsaq 2 dan to'g'ri keladi. Mana bu 2 tugini elib Ka'baning oldida qasam qildirgan chaqda meni qasamga zo'rlamasang" dedi. Abu Talib uning 2 tugisini qabul qildi. Shuning bilan ulardan 48 odam kelib qasam qildi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. "Nafsim ilkida bo'lgan Alloh taoloning nomi bilan qasamki, ular qasam qilib, oradan 1 yil o'tmay turib, shu 48 odamning hammasi o'lib tugadi." Nasaining rivoyatida Abu Salama va Sulaymon ibn Yasar qatorliq raviylar bir to'p sahobalarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qasama Cahiliyet davrida bir ish edi. Islom kelgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu pet qo'ygan va ansarlar Xaybarlik yahudilar ustidan bular ansarlardan bir kishini o'ltirib etdi deb da'vo qilganda, ana shu qasama bilan hukm qilgan.
Nasai'ning rivoyatida Sahl ibn Abu Asma radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Sahl bilan Muhayyisa ibn Mas'ud ibn Zayd Xaybarga berib, her ikkisi o'z ishini bir taraf qo'yish uchun bir-biridan ayrildi. O chaqda musulmonlar bilan Xaybar aholisi bo'lgan Yahudilar aslida kelishim bor edi. Muhayyisa ishini bitirib Abdullah ibn Sahlning yanına keldi va uning qanog'i milangan holda o'lib yotganini ko'rdi. Muhayyisa uni dafn qilib o'tib Madinaga qaytib keldi. Ondan Abdurrahman ibn Sahl bilan Uvaysani ilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kirdi. Ulardan yaşı eng kichik bo'lgan Abdurrahman ibn Sahl so'z qilg'ili tamshilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga cho'nglarga yo'l qo'ygan dedi. Ular shuk bo'ldi. Boshqalar bo'lgan voqeani birma-bir aytib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlardan 50 kishi qotil faloni deb qasam ichsin. Shuning bilan tuqqaninglarning qotilini o'ldirish huquqiga ega bo'la olasizlar dedi. Ular biz qanday qasam qila olamiz? Biz nahmaynda bo'lmasak yoki qotilni ko'rmasak dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda Yahudilardan 50 kishi qasam qilib o'zlarining ustidagi tuhmatni yuvasinmi dedi. Ular ey Rasululloh biz kofirlarning qilgan qasamiga qanday ishona olamiz dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'lgishning deyitini o'z yenidan berdi. Nasai'ning rivoyatida Sahl ibn Abu Asma radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Sahl bilan Muhayyisa turmush qiyinchilik tatib qilib, azto'li bir narsa tepib kelish uchun Xaybarga chiqqan edi. Ko'p etmay Muhayyisaga Abdullah ibn Sahlning o'ldirilib, jassasining bir quduqqa tashlatilganligi to'g'risida xabar keldi. Muhayyisa Yahudilarning qishig'i bilib, Allohning nomi bilan qasamki, uni sizlar o'ldirib etdinglar dedi. Ularmi Allohning nomi bilan qasamki, uni biz o'ldirmadik deyishdi. Shuning bilan u Abdullahni dafn qilib o'tib, Madinaga qaytib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ahvolni xabar qilish uchun qarindishi Uvayyisa bilan Abdurrahman ibn Sahlni elib keldi va Xaybarga o'zi borgan bo'lg'achqa so'z qilib tamshilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cho'nglar so'zlasin dedi. Shuning bilan Uvayyisa so'zladi. Ondan Muhayyisa so'zladi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ya ular qarindoshlarning deyitini berish kerak yoki ularga urush e'lon qilishimiz kerak dedi-da, darhol bu to'g'riliq Yahudilarga maktub yozdi. Xaybar Yahudilari Allohning nomi bilan qasamki, uni biz o'ltirmadik deb javob bir maktub yo'lladi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uvayyisa, Muhayyisa va Abdurrahmonga sizlar qarindoshlarni Yahudilarning o'ltirganligiga qasam qilish orqali qarindoshlarning qon qisosini ulardan talab qilish huquqiga ega bo'la olasizlar dedi. Ular ya qasam qila olmaymiz dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda sizlarga Yahudilar qasam qilib bersin dedi. Ular Yahudilar musulmon emas tursa dedi. Shuning bilan o'lgushining deyitini Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z yenidan bilib ularga 100 tuga vatib berdi. Diyetni elib borgan odam tugilarni ularning o'yisiga sulab berib keldi. Sahl shu chaqda ash tugilarning ichidagi bir to'yaq qizil tuga meni tepib etgan edi degan. İmam Müslim'deki yana bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden 50 kişi Yahudilerden bir kişini qatil manımuşu deb mayallashtirib qasam qila olsa, qarindishinglarning qisasi uchun o kishi sizlarga topshirib beradi deganligi naql qilingan. Abu Davudning rivoyatida Rafi ibn Xadij radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kun ettigina Xaybarda ansarlardan bir kishining jasadi topildi. U kishining yaqinlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib ahvolni yetkazgan edi. Payg'ambar alayhissalom qarindishinglarni Yahudilarning o'ltirganligiga guvohchi bo'lgan ikki guvohchilar bormi deb so'radi. Ular ey Rasululloh, u yer Yahudi mahallasi. Vaqa yuz bergan vaqtda musulmonlardan hech kim yo'q ekan. Yahudi degan yolg'on guvohlik berishdanmi cho'ngroq gunohni qilishdan ta'tinmaydigan xalq tursa dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa sizlar ulardan 50 kishini tanlab qasam qildiringlar dedi. Lekin ular Yahudilarni qasam qildirishga unamadi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning deyitini o'z yenidan berdi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Qalaba mundaq deydi. Umar ibn Abdulaziz bir kuni taxtini kishilarning oldiga olib chiqib, ularning o'zi bilan ko'rishishga ruxsat qildi.
Ular kirgandan keyin sizlar qasamaga qanday qaraysizlar deb so'radi. Ular biz qasama bilan qisas elish to'g'ri deb qaraymiz. Xalifalarmi qasamaga asoslanib qisas olgan dedi. Umar ibn Abdul Aziz menga "Ey Abu Qalaba, sen bunun qanday qaraysan?" dedi va meni kishilarning oldiga chiqarib qo'ydi. Men "Ey mo'minlarning amri, huzurunda qo'mondonlar va arablarning kattalari turibdi. Qani aytib baqqana, mushulardan 50 kishi Damashqdagi o'ylangan bir kishini ko'rmay turib zina qildi deb guvohlik bersa, ularning guvohligiga asosan u kishini chalım kesak qilamsan deb so'radim. U odam yo'q dedi. Men yana qani aytib baqqana, ulardan 50 kishi Yemis shahridagi bir kishini ko'rmay turib o'g'irlik qildi deb guvohlik bersa, sen uning qo'lini kesib qo'yrimsan dedim. U yo'q dedi. Men Allah'ın namı bilan qasamki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tövendeki 3 ishni qilganlardan boshqa hech bir kishini o'ltirgan emas. Ularning biri nahaq odam o'ltirgan kishi, yana biri o'yinib bo'lgandan keyin zina qilgan kishi, yana biri Allah va Allohning rasuliga qarshi chiqib islom dinidan yongan murtad kishi dedim. So'rindikilar undaqda Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning o'g'irlik qilganlarning putqollarini kesib, ko'zlarini o'yib, ondan toki o'lgicha aptopga tashlab qo'yganlik to'g'riliq so'zlab bergan hadis shu deb so'rashdi. Men u hadisni sizlarga so'zlab beray. Anas menga mundaq so'zlab bergan edi. Ukil qabilasilik 8 nafar kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning oldiga kelib iymon etdi va Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga bay'at qildi. Ularga Madinaning havosi yoqmag'achqa og'rib qolib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga shikoyat qilgan edi. Peygamber aleyhisselam undaqda bizning padishimiz bilan birga berib, tuguning suti va suydikidan ishinglar shifo topsizlar dedi. Ular bo'ladi, shuna qilayli deyishdi va padishi bilan birga ketdi. Darvaqa tugilarning suti va suydikidan ishib uzun o'tmaydi saqaydi. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning padishisini o'ltirib o'tib, tugilarni aydab qochib ketdi. Bu ishdan xabar topgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keynidan odam avatib ularni tutib keldi va buyruq berib, putqo'llarini kestirib, ko'zlarini o'ydirib etgandan keyin ularni o'lganga qadar aptoq tashlab qo'ydi. Men mana bularning qilmishidanmi cho'ng gunoh bormi? Ular islomda yandi, odam o'ltirdi, o'g'irlik qildi dedim. Anbasa ibn Sa'd Allohning nomi bilan qasamki, men bu voqeani bugungidek anglab boqmabdi ekanman dedi. Men "Ey Abasa, bu hadisni inkor qilmoqchimisan?" deb so'radim. U "Yo'q, hadisni to'liq va to'g'ri so'zlading" dedi. Ondan atrofdagilarga "Allohning nomi bilan qasamki, bu shayx hayotli bo'ladi ekan, bu qo'shin azmaydi" dedi. Men yana mundaq dedim. Shunday qilib qasama masalasi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning sunnati bo'lib qoldi. Ansarlardan bir top kishi Peygamber aleyhisselamning yoniga kelib paranglashib o'ltirdi. Aradan bir aylan oldiroq chiqib ketdi. Qolganlar orqasidan chiqib, uning qoniga milinib ketganini ko'rdi-da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning yoniga qaytib kelib, "Ey Rasululloh, hamroyimiz bizning oldimizdan chiqib ketgandi. Keyindan chiqib qarasak, qoniga milinib yetibdi" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem voqea yuz bergan yerga chiqib, "Kimdan gumon qilasizlar yoki uni kim o'ltirdi deb qaraysizlar?" deb so'radi. Ular Yahudilar o'ltiribdi deb qaraymiz deyishdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilarga odam avatib chaqirtib kelib, "Buni sizlar o'ltirdinglarmi?" deb so'radi. Ular "Yo'q" deb javob berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ansarlarga qarab, "Sizlar 50 nafar Yahudining biz o'ltirmadik deb ishgan qasmiga rozi bo'lamsizlar?" deb so'radi. Ular "Yahudilar hammamizni o'ltirib deb, ondan keyin biz o'ltirmadik deb qasam qilib berishdimi aymanmaydigan xalos tursa" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Undaqda sizlardan 50 kishi uni Yahudilarning o'ltirganligiga qasam qilib, ulardan diyet ishga rozi bo'lamsizlar" dedi. Ular "Yo'q, biz ko'rmagan ishga qasam ishonmaymiz" dedi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uning diyetini o'z yendan berdi. Men yana mundaq dedim. Uzayl qabilasi jahiliyat davrida o'z qabilasidan eski bir odamni chekka qilib ara olmagan edi. U eski odam bir kishi badhada turadigan yamanlik birining uyiga o'g'irlikka kirdi. Lekin uyiga sizib qilib, uni qilich bilan chepib etdi. Uzayl qabilasi u yamanlikni tutib oldi va haj mavsumida Umar radhiyallohu anhuning yeniga olib kelib, "Bu odam bizning qarinishimizni o'ltirib etdi" dedi. Yamanlik kishi "Bular o adamning buzuq, eski odam, qabilaning uning bilan kari yo'q" deb e'lon qilgan dedi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu undaqda Uzayl qabilasidan 50 kishi o'zlarining undaq e'lon qilmoqligiga qasam qilsin dedi. Ulardan 49 kishi qasam qildi. Keyin Shamdan Uzayl qabilasilik bir kishi keldi. Ular u kishidan qasam qilishni talab qilgan edi. U kishi qasam qilishni o'zini qo'shirib, qasamining badaliga 1000 tanga berdi. Shuning bilan uning o'rniga boshqa birini sepdi.
50 adam qasam qilgandan keyin Ömer radhiyallohu anhu Yamanlik kishini o'lgushining egallariga topshirib berdi. Ular Yamanlikning qo'lini o'lgushining qarinishining qo'liga arqishlab chatgandan keyin yo'lga chiqdi va Naxli degan yerga kelganda qattiq yomg'ir yog'ib ketib, bir g'arning ichiga kirib oldi. G'ar go'mirilib tushib, qo'li bir-biriga chatilgan 2 kishidan boshqa qasam qilgan 50 kishining hammasi o'ldi. Ko'p o'tmay yana bir tal tosh dumlab ketib, o'lgushining qarinishining putini sindirib o'tdi va u bir yil o'tmay o'lib ketdi. Men yana mundaq dedim. Abdülmelik ibn Mervan qasamaga asoslanib bir kishidan qisos olgandan keyin pushaymon qilib qasam ichgan 50 kishining ismini divandan o'chirib o'tgan va ularni Sham palib o'tgan edi. İmam Müslim'nin rivayetinde Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu mundaq deydi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ikki narsani yodlab oldim. Uning biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning munu so'zi. Allah her ishni eng yaxshi usul bilan qilishni buyurgan. Shunga qisas uchun odam o'ltirsanglar, uni qiynamay, jini oson chiqadigan usulda o'ltiringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Muhterem qarindoshlar, anglayotganlar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid, yani hadislar to'plami nomli kitobining 5-tomi jazo ijro qilish bo'limini o'qiyotimiz. Kagadan davomlashtiramiz. Öldürülgen kişi, insan organları, yaralangan a'zolar ve törelme qatorliqlarning diyeti. Abu Davud'un rivayetinde Amr ibn Şuayb dadısı arqılıq bovsidan mundaq rivayet qiladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelikten öldürülgen kişinin diyeti 100 tüge boludu. Onun 30'u 2 yaşlık tiş tüge, 30'u 3 yaşlık tiş tüge, yana 30'u 4 yaşlık tiş tüge ve 10'u 3 yaşlık erkek tüge boludu dep hüküm kılgan. Tirmizi'nin rivayetinde Amr ibn Şuayb dadısı arqılıq bolsadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivayet qiladi. Kimki bir müminni qasdan öldürürken öldürülgüsünün oruq tuqqanlarga topshirib beriladi. Ular xolisa uni o'ldiradi, xolisa diyet aladi. Bunun diyeti 100 tüge bo'lib, 34 yoshlik tüge, yana 35 yoshlik tüge, 40 bo'g'oz tüge bo'ladi. Ammo o'z aralarida kelishib buni o'zgartib olsa bo'ladi. Bu özlerinin işi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bundaq bekitişdiki sebep qasdan adam öldürgen kişiге diyetini ağır qo'yish uchun edi. Abu Davud'un rivayetinde Abu İyaz'ın rivayet kılındığı ki Osman ibn Affan ve Zeyd ibn Sabit radhiyallahu anhumalar qasdallikka o'xshab ketadigan yo'llar bilan o'ldirilgan kishi uchun 5 yoshga kirgan bo'g'oz tugidan 40, 4 yoshga kirgan tish tugidan 30, 3 yoshga kirgan tish tugidan 30, jami 100 to'yaq beriladi. Savallik bilan o'ldirilgan kishining diyeti uchun 4 yoshga kirgan tish tugidan 30, 3 yoshga kirgan tish tugidan 30, 3 yoshga kirgan erkak tugidan 20, 2 yoshga kirgan tish tugidan 20, jami 100 to'yaq beriladi degan. Nesai'nin rivayetinde Uqba ibn Aws sahabelerden birinin mundaq deganligini rivayet qiladi. Mekke fethi qilingan kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xitob qilib mundaq degan: "Diqqat qilinglarki, qamcha, asa ve taş qatorliq narsalar bilan urilib, yerim qashlarlik sababidan o'lib qolgan kishining diyeti 100 tüge bo'lib, buning 40 to'yiqi 6 yosh bilan 9 yosh orasidagi bo'g'oz tüge bo'ladi." Nesai'nin yana bir rivayetinde mundaq deyilgan: "Uning diyeti 100 to'yaq tüge bo'ladi. Uningdan 40 to'yiqi bo'g'oz bo'lishi kerak." Nesai'nin rivayetinde İbn Abbas radhiyallahu anhumadan rivayet kılındığı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülgen mukatabning diyeti haqida, mukatab yani kelishgan pulni xo'jayiniga qanchalik to'lab bo'lgan bo'lsa, shunchalik miqdorda o'rning diyeti. Texa to'lab bo'lgan qismiga bo'lsa, qulning diyeti to'lanish kerak deb hukm qilgan. Abu Davud'un rivayetinde İbn Abbas radhiyallahu anhumadan rivayet kılındığı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan:
mukatab jazoga tortilgan biror ishni qilsa yoki miros olmoqchi bo'lsa, xo'jayiniga to'yilgan badaliga teng miqdorda hur kishining jazosini tortadi yoki mirosga shunchalik miqdorda varislik qiladi. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bovsidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Muahidning diyeti hur, musulmon kishining diyetining yarmidir. Nesai'ning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bovsidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Öldürülgen zimmiga, öldürülgen musulmon kishiga to'lanadigan diyetning yarmi to'lanadi. Ular ya'ni zimmilar Yahudi va Xristianlardir. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bovsidan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chaniqidan chiqib ketmagan holda ko'r bo'lib qolgan ko'zning diyeti normal diyetning 3dan 1ga to'g'ri keladi deb hukm qilgan. Malikning rivoyatida Sulaymon ibn Yasardan rivoyat qilinadi-ki, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu chaniqidan chiqib ketmagan holda ko'r bo'lib qolgan ko'zning diyeti 100 tilla deydi. Amr ibn Shuayb dadasi orqali bovsidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning har bir kishining diyeti 5 tuga deganligini rivoyat qilgan. Malikning rivoyatida Said ibn Musayyab mundaq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu har bir eziq kishining diyeti bir tuga deb hukm chiqardi. Ammo Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhu har bir eziq kishining diyeti 5 tuga deb hukm chiqardi. Bundaq bo'lganda Umar radhiyallohu anhuning chiqargan hukmiga ko'ra baliq kishilarning diyeti bir odamning diyeti bo'lgan 100 tuga yetmaydi. Muaviya radhiyallohu anhuning hukmiga ko'ra baliq kishilarning diyeti 100 tugadan eshib ketadi. Men bo'lgan bo'lsam har bir eg'iz kishining diyeti 2 tuga deb hukm qilatdim. Shuning bilan baliq kishilarning diyeti bir odamning diyeti bilan o'xshash bo'lgan bo'ladi. Shundaqmi har mujtahidning ijtihodiga qarata savob beriladi. Razin rivoyat qildi-ki, men bo'lgan bo'lsam har bir kishining diyetining 3 tuga va bir tugining 3dan 1 qilgan bo'ladi. Shuning bilan baliq kishilarning diyeti bir odam diyetiga teng bo'lgan bo'ladi dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: barmoqning hammasi o'xshash bo'lib, har bir barmoqning diyeti 10 tugidir. Tirmizining rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: put va qo'lning har bir barmoqning diyeti 10 tuga. Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bovsidan rivoyat qilib mundaq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam savallikdan o'ldirilgan kishining diyetini to'yligichi yezda o'ltiraqlashgan bo'lsa 400 dinar yoki 400 dinar qimmatli kumush beradi deb buyurdi va buni tugining qimmatiga qarab o'lchaydi. Tugining qimmati o'rlab ketsa dinar va kumushning sonini oshiratdi. Agar tugining qimmati tushib ketsa dinar va kumushning sonini shuningga ko'ra azaytatdi. Tugining qimmatiga ko'ra hisoblangan diyet payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida oltin tilla hisobi bo'yicha 400 dinar bilan 800 dinar orasida, kumush hisobi bo'yicha 8000 tanga bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam savallikdan o'ldirilgan kishining diyeti uchun kalisi barlar 200 to'yaq kala, qo'yi barlar 2000 to'yaq qo'y beradi deb hukm qilgan. Uningdan boshqa bu diyet o'lgüchining birasi bo'lib, urug' tuqqanlari orasida tuqqanlik munosabatining yiroq yaqinligiga ko'ra taqsim qilinadi. Taqsimotdan eshib qolgani o'lgüchining er tuqqanlariga beriladi. Burni kesilgan kishiga normal bir diyet to'liq beriladi. Burnining uchi kesilgan kishiga normal diyetning yarmi, ya'ni 50 tuga yoki shuning qimmatida oltin va kumush beriladi. Uning o'rniga 100 to'yaq kala yoki 1000 to'yaq qo'y bersimi bo'ladi. Bir qo'l kesib tashlansa, uning diyeti 50 to'yaq tuga. Bir put kesib tashlansa, uning diyeti 50 to'yaq tuga. Mengisi zaxmlangidek darajada yaralangan kishining diyeti normal diyetining 3dan 1, ya'ni 33 to'yaq tuga bilan bir tugining 3dan 1 yoki mushu tugilarning qimmatida oltin, kumush yoki qo'y kala bersimi bo'ladi. Qo'rsoqning ichiga o'tkidek darajada pichoq tiqilgan kishining diyeti shundaq. Har bir barmoqning diyeti 10 tuga, har bir kishining diyeti 5 tuga bo'ladi deb hukm qilgan. Undan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundaq belgilagan:
Ayol kishi birini o'ltirib deb diyet to'lashga to'g'ri kelsa, diyetni uning tuqqanlari to'lab beradi. Bu tuqqanlari u ayol o'lib qolganda miros Qur'onning ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilinib bo'lgandan keyin eshib qolgan pul-mol tegadigan oshmasa, hech nima tegmaydigan tuqqanlaridir. Agar ayol kishi o'ltirilsa, uning diyetini mirosxo'rlari o'zaro taqsim qilishadi. Diyet olmay xunaq talab qilinsa-mu, qotilni o'ltirish haqqi shularda bo'ladi deb hukm qilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem katil öldürülgüçünün tuqqunu bolsa, onunğa öldürülgüçünün mirasini hech kim berilmeydi. Hatta öldürülgüçünün şu katilden başka hech qanday qonuniy mirasxo'ri bo'lmagan taqdirdami, uning mirasi qatilga berilmeydi. Belki qatilden başka yaqinroq tuqqanlarga tarqitib beriladi. Nesai'ning yana bir rivoyatida yuqorqi bilan o'xshash bir hadis bayon qilingan bo'lib, uningda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu diyet o'lguchining mirosi bo'lib, o'riq tuqqanlari orasida tuqqanlik munosabatining yiroq yaqinligiga ko'ra Qur'onning ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilinadi. Taqsimotni eshib qolgani o'lguchining tuqqanlariga beriladi deb hukm qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana ayol kishi birini o'ltirib deb diyet to'lash to'g'ri kelsa, diyetni uning tuqqanlari to'lab beradi. Bu tuqqanlari u ayolning mirosi Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilinib bo'lgandan keyin oshgan pul-molga varislik qiladigan, agar oshmasa mirosdan hech nima tegmaydigan tuqqanlaridir. Agar ayol kishi o'ltirilsa, uning diyetini mirosxo'rlari o'zaro taqsim qilishadi. Diyet olmay xunaq talab qilinsa-mu, qotilni o'ltirish haqqi shularda bo'ladi deb hukm qilgan. Nesai'ning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bo'lsadan rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chaniqidan chiqib ketmagan, ammo aslida ko'rmaydigan ko'z qo'yilib ketsa, uning diyeti uchun saq ko'zning diyetining 3dan biri, palaj qo'l kesib tashlansa, uning diyeti uchun saq qo'lning diyetining 3dan biri, sesib ketgan tish to'kilsa, uning diyeti uchun sog'lom tishning diyetining 3dan biri beriladi deb hukm qilgan. İmam Müslim'nin rivayetinde Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Özeyl kabilesinden iki ayol urushib qilib, biri yana biriga taş etib, uni va qo'rsiski amilini o'ltirib qo'ydi. Shuning bilan ularning oilasi da'vo qilishib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amilining diyeti uchun bir qul yoki bir dedak berilishi, ayolning diyeti uchun o'ltirguchi ayolning tuqqanlari to'lab berish kerak deb hukm qildi. Müslimning yana bir rivoyatida mundaq deyilgan. Bu diyetni o'ltirilgan ayolning bolasi va o'riq tuqqanlariga miros qilib bo'lib bergan edi. Özeyl qabilasilik Amal ibn Nabiga: "Ey Rasulullah, yemagan, ichmagan, so'zlabmi baqmagan, hatto ovozim chiqarmagan bir to'ralmaga qandoqsiq to'lam to'layman. Bundaq to'ralmaga odat to'lam to'lanmaydi" dedi. Uning qofilik so'zlarini anglagan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu odam kahillarning qarindoshi ekan dedi. İmam Buxariyning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Lihyan qabilasilik bir ayolning boshqa bir el bilan urush natijasida qo'rsiqdan tushib ketgan to'lamasi uchun qarshi taraf bir qul yoki bir dedak to'lab berish kerak deb hukm qildi. Keyin to'lam to'lashga buyurilgan qotil ayol o'lib qoldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u ayolning mirosini bolalari va eri oladi. Uning to'lashiga tegishli bo'lgan diyetni tuqqanlar to'laydi deb hukm qildi. İmam Müslim'nin rivayetinde Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu'dan rivayet qilingan bir hadisdimi yuqorqi o'xshash mazmun naql qilingan bo'lib, uningda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'ltirilgan ayolning diyetini o'ltirguchi ayolning tuqqanlari to'laydi. Qo'rsiqdan tushib ketgan to'ralma uchun bir qul yoki bir dedak berdi deb hukm qilganligi bayon qilingan. Abu Davud'dagi yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: "Qo'rsiqdan tushib ketgan to'ralma uchun bir qul yoki bir dedak to'laydi. Uni ayolning tuqqanlari berdi deb hukm qilgan." Nesai'ning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'rsiqdan tushib ketgan to'ralma uchun bir qul yoki bir dedak to'lashga va o'ltirilgan ayolning qisosi uchun qotil ayolni o'ltirish hukm qilgan deb hukm qilgan. Abu Davud'ningki rivoyati shazki. Abu Davud'ning rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi-ki, Uzayl qabilasilik ikki ayol urushib qilib, yana biri yana birini o'ltirib etdi. Her ikkisining eri va bolalari bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ltirilgan ayolning diyetini o'ltirgan ayolning tuqqanlari to'laydi. Eri va bolalari diyet to'laydiganlar qatoriga kirmaydi deb hukm qildi. O'ltirilgan ayolning tuqqanlari uning mirosini biz olamiz degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'q, uning mirosini eri va bolalari oladi dedi.
Abu Davudning rivoyatida Amr ibn Shuayb dadasi orqali bo'lsin mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida diyetning qiymati 800 tilloga yoki 8000 tangaga teng keladi. Ahli kitobning diyeti shu chaqda musulmonlarning diyetining yarmi teng keladi. Bu o'lcham toki Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lgan qadar dalmashdi. Umar roziyallohu anhu xalifalik tayinlangandan keyin jamoatga xitob qilib, "Ey xaloyiq, tugining bahsi o'sib ketdi" dedi va diyetning qiymatini o'rlatib, "So'd setiqda oltin ishlatadiganlar 1000 tilla, kumush ishlatadiganlar 2000 tanga, kala boqadiganlar 200 tuyoq kala, qo'y boqadiganlar 2000 tuyoq qo'y, kiyim-kechak sotadiganlar oliy sifatlikdan 200 qur beradi" deb bekitdi. Ammo zimmiylarning diyetini musulmonlarnikini ko'targanda ko'tarmay shu piti qo'yib qo'ydi. Malik bundaq deydi: "Şamliklar va Misrliklar oltin bilan, Iroqliklar kumush bilan muomala qiladi." Abu Davudning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zini olgan muallim yoshlarning kiyimning peshiga surtgan holda o'rnidan turdi. Ibn Issoq bundaq deydi: "Uning qavmidagilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyin Alloh taolodan uning mag'firat duo tilab duo qilgan deyishidi." İmam Malikning rivoyatida Amr ibn Shuayb mundaq deydi: "Bani Mudlis qabilasidan Qatada ismli bir kishi o'zining o'g'liga qilichini atgan edi. Qilich uning putiga tegib yaralandirdi va baladan qon to'xtamay o'lib qoldi. Suraqa ibn Jusham Umar ibn Xattob raziyallohu anhuga bu ahvolni yetkazdi. Umar raziyallohu anhu uningga 120 to'yoq tugi yig'ib Qudaytdagi Subayda men saqlab turgan dedi. Umar raziyallohu anhu deyishga yer berib tugilardan 4 ishliqdan 30 to'yoq, 5 ishliqdan 30 to'yoq, bo'g'azdan 40 to'yoq tanladi. Ondan o'ltirilguchining qarinishi qani deb so'radi. U "Mana men" dedi. Umar raziyallohu anhu uningga "Mana bu tugilarni sen al. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qotilga o'ltirilgan kishining mirosidan hech nima berilmaydi degan edi" dedi. İmam Malikning rivoyatida Sulaymon ibn Yasar mundaq deydi: "Hojilardan birisi azod qilayotgan bir odam bor edi. U odam azodgarda Bani Aiz qabilasilik bir kishining o'g'lini o'ldirib etdi. O'ldirilgishining dadasi Umar raziyallohu anhudan o'g'lining diyetini to'ltib berishini talab qildi. Umar raziyallohu anhu uning diyetini to'ltib bera olmaymiz dedi. U odam "Navoda mening o'g'lim uni o'ldirib etgan bo'lsa qanday bo'ladi" deb so'ragan edi. Umar raziyallohu anhu uning diyetini to'laytinglar dedi. Buni anglagan u odam undaqda u odam xuddi yilonga o'xshash tashlab qo'ysa, odam chaqirgan o'ldirib etsa intiqom oladigan bir odam ekan dedi. İmam Malikning rivoyatida Iroq ibn Malik Sulaymon ibn Yasar raziyallohu anhulardan mundaq rivoyat qildi: "Bani Said Lays qabilasidan bir kishi etini chopib turib ketayotdi. At Juhayna qabilasilik bir kishining barmog'ini dasib etdi. Yaralangan kishi barmog'idan qon to'xtamay o'lib ketdi. Shuning bilan Umar raziyallohu anhu atchib turgan kishining qabilasiga "Sizlardan 50 odam bu odam at dasib etganlik sababini o'lmadi deb qasam qila olamsizlar" degan edi. Ular qasam qilishga unimadi. Ondan o'lgishning o'roqliqlarga "Undaq sizlar uning o'limiga shu atning dasibetish sabab bo'ldi deb qasam qila olamsizlar" degan edi. Ularmi unimadi. Shuning bilan Umar raziyallohu anhu Bani Said qabilasini o'lgishning diyetining yarmini berishga buyurdi. İmam Malik bizning davrimizda Madina xalqi bu xil vaqada buning amal qilmaydigan yo'q dedi. Abu Davudning rivoyatida Jarir ibn Abdullah raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasam qabilasiga bir qo'shin avatgan edi. Ularning ichidan bir qancha kishi o'zlarining musulmon ekanligini isbotlab o'limdan qutulish uchun darhol sajdaga boshurdi. Ammo buningga diqqat qilmagan qo'shin ularni o'qishmay o'ldirib etdi. Bu ishdan xabar topgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning diyetining yarmini berishga buyurib, mushriklarning orasida uy tutib o'tirgan har qanday musulmondan ado judaman dedi. Sahobalar "Ey Rasululloh, nima uchun?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmon bilan kofirning turadigan o'rni shundoq yiroq bo'lishi kerakki, uylaridan chiqqan o'tni bir-biri ko'rmaslik kerak dedi. Ya'ni musulmonlar kofirlar bilan aralashib o'ltiraqlashmay, musulmonlar o'ltiraqlashgan joyda o'ltiraqlashish kerak.
Ebu Davud'un rivayetinde Ayşe radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ebu Cehim ibn Uzayfa radhiyallohu anhuni zakot qil avatganida bir kishi beradigan zakoti haqida uning bilan tartishib qoldida Ebu Cehim u kishini urib beshini yerbatdi. Shuning bilan u kishining qabilasi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yana kelib qisas elib berishini talab qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga sizlarga munchilik miqdorida diyat to'lab berayli deganida ular unimidi. Uningga yana munchilik qo'shib berayli deganida ular yana unimidi. Amsa yana munchilik qo'shib berayli deganida oxir ular qisas olmay diyatni elish ma'qul bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga undaqda men kechda jamoatga sizlarning diyat elishga ma'qul bo'lganliklarini e'lon qilaman dedi. Ular qo'shildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu kuni kechda jamoatga xitob qilib, Lays qabilasilik bu kishilar qisas talab qilib kelgan ekan. Men ularga munchilik miqdorida diyat to'lab berish taklifini bildirdim. Ular qisas olmay diyat elishga ma'qul bo'ldi. Ma'qul bo'ldinglar, shundaqmi dedi. Ular yo'q, biz ma'qul bo'lmadik dedi. Buni anglagan muhojirlar ularning tanog'ini tarishga tamshilganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga chiqmaslikka buyruq qildi. Shuning bilan muhojirlar to'xtab qoldi. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam da'vogarni chaqirib diyatning miqdorini yana oshirdi va "Endi ma'qul bo'ldinglarmi?" deb so'radi. Ular "Ma'qul bo'ldik" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undaqlar jamoatga sizlarning diyat olishga ma'qul bo'lganliklarini e'lon qilman deganida ular qo'shildi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'z qilib, "Ma'qul bo'ldinglar, shundaqmi?" deganida ular "Ha, ma'qul bo'ldik" dedi. Nasai'ning rivoyatida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har oymakning to'lishiga tegishli diyatni yozdi. Yozganlarning ichida ozodgardining o'zini ozod qilgan kishining ruxsatisiz boshqa bir musulmonni o'zining xo'jayini qilib olishi durust emas degan jumla bor edi. Razinning rivoyatida Ibn Shihab mundaq deydi. Islom jamiyatida sunnat bo'lib kelgan ishlarning qatorida buni ishmi bor edi. Qotilning o'rqiqqanlari qasdam odam o'ldirish sababidan vojib bo'lgan diyatni xolisa to'lab berdi, xolimsa uning u diyatni to'lash majburiyati yo'q. Shundaqla birining quli sodir qilgan jinoyat uchun xo'jayinning o'rqiqqanlarining diyat to'lash majburiyati yo'q. Buni qulning egisi o'z yenidan to'lashi kerak. Chunki qul xo'jayinning ilkitki mollarining bir parchasi hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundaq degan: O'riq tuqqanlarning qasdan odam o'ldirish sababidan vojib bo'lgan kelishim tuzish yoki idroq qilish orqali yuklangan badanning har qanday bir a'zosini zaxmlantirish sababidan to'lash tegishli bo'lgan yoki qul sodir qilgan jinoyat uchun to'lanadigan diyatni to'lash majburiyati yo'q. İmam Ahmed'nin rivayetinde Amr ibn Şuayb dadısarqlıq bolsun rivayet qilib mundaq deydi. Bir adam yana bir adamning putiga mungul sanjig'andi. U adam Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, qisosimni olib bergin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga "Aldirma, avval yarang saqaysin" dedi. Biroq u adam unimidi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning qisosini olib berdi. Ko'p etmay qisos ilingan kishi saqayib qisoskor oqsab ma'ran bo'lib qoldi. Qisoskor Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men oqsab qoldim, ammo meni yaralandirgan odamning puti qisos ilingandan keyin saqayib ketdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga, "Men sana yarang saqaymog'cha qisos olmay turishni aytmagan edim. Biroq sen so'zimdan tingishmiding. Shunga Alloh seni o'z rahmatiga yiroqlashtirib etdi. Jarohatingning qisosini shuning bilan tugidi. Sana qayta qisos olib bera olmaymiz" dedi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining oldiga qisos talab qilib kelgan har qanday yaradorni yarasiz saqayib bo'lmoqcha qisos talab qilmaslikqa, qisos olmoqchi bo'lsa o'zining yarasi saqaygandan keyin ondan qisos olishni talab qilishga buyurdi. Bazzarning rivoyatida Anash ibn Mu'tamirdan mundaq rivoyat qilinadi. Yamanda kishilar bir quduqqa olgan bo'lib, u quduqqa bir shir tushib ketgan edi. Kishilar quduqning atrofiga to'plashib shiriq qarab turgan paytda bir odam quduqqa teyilib ketib, yana turgan birisining putiga eslib oldi. U odam yana birisining putiga esildi. U yana birisining eslib 4 kishi biroqla quduqqa tushib ketdi-da, shir ularni talab titma qilib etdi. Oxiri yuqorida turgan bir kishi shirni nayz bilan o'ltirib etdi. Kishilar tunji bo'lib quduqqa tushib ketgan kishining yaqinlariga, "Bizning qarindoshlarimiz uning yuzidan o'ldi. Shunga ularning diyetini sizlar to'laysizlar" dedi. Lekin uning yaqinlari bu so'zga qarshi chiqdi. Ikki arada qavg'o ko'tarilib, bir-biriga kirishib ketib tas qoldi. Shu arada Ali radhiyallohu anhu yetib keldi. Ular Alidan bu ishni qanday hal qilish to'g'risida maslahat so'radi. Ali radhiyallohu anhu, "Men sizlarning oranglarda hukm chiqarib qo'yay. Mening bu hukmga rozi bo'lganlar diyetni
diyetden haqqını şu boyunca aladı. Razı bolmaganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yana berip arz qilsin. Peygamber aleyhisselam aranlarda qayta hüküm qilib qo'ydi dedi. Köpçülük bunun qo'shilgandan keyin Ali radhiyallohu anhu mundaq dedi. Quduqni ko'rgan kishilardan bir butun diyetning 4dan birini, yana bir diyetning 3dan birini, yana bir diyetning yarmini va bir diyetni bütün elib yig'inglar. Ondan quduqqa birinchi bo'lib tushib ketgan kishiga bir diyetning 4dan birini beringlar. Chunki uning ustida 3 kishi halok bo'ldi. Ikkinchi kishiga bir diyetning 3dan birini beringlar. Chunki uning ustida 2 kishi halok bo'ldi. Üçüncü kişiga bir diyetning yarmini beringlar. Chunki uning ustida bir kishi halok bo'ldi. Eng oxirida tushib ketgan kishiga bir diyetning bütün beringlar. Buningga rozi bo'lsanglar, aranglarda ijro qilinadi. Hatto razı bo'lmasanglar toki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qayta hukm chiqarmoqcha hech kimning bir narsa talab qilish haqqi bo'lmaydi dedi. Aradan bir yıl ötdi. Ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına kelip bolgan vaqani aytishdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haremde bolup maqami İbrahim'de o'ltiratdi. Ularga Allah xolisa sizlarning aranglarda hukm qilaman dedi. Aradan bir kishi o'rnidan turib Ali radhiyallohu anhu bizning aramizda hukm qilgan edi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem u qanday hukm qilgan edi deb so'radi. U Ali radhiyallohu anhuning hukmini deb berdi. Buni anglagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Alining hukmi to'g'ri dedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.